Oqshom liboslariga matoni to'g'ri tanlash. Oqshom liboslariga matoni to'g'ri tanlash bu libosning tashqi ko'rinishini, qulayligini, estetik ko'rinishini belgilaydigan asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi. Birinchisi, libos modeli va qomat turiga qarab mato tanlash kerak bo'ladi. To'kilib, yumshoq, so'lqillab turadigan kiyimlar uchun shifon, organza turlardan foydalansangiz bo'ladi. Shifon matosini tanlaganingiz bu romantik ko'rinishga ega bo'ladi, romantik ko'rinish beradi. Setkalar, turlar esa yubka qismlarida ko'proq ishlatsangiz bo'ladi. Qo'sh etakli ko'ylaklarda pirpirak, burmalarni yiqqaningizda ishib chiroyli bo'lib turadi. Organza matolari esa yubqa kiyimlarda formalarni ushlab berishi uchun ishib turadigan kiyimlardan organza matosidan foydalansangiz bo'ladi. Tanaga, ya'ni qomatga mos bo'lib yopishib turuvchi fasonlar uchun esa atlas, sholk va krep matolaridan foydalanganingiz ma'qul. Strukturali, hajmli fasonlar uchun esa tafta, barxit, velvet matolardan foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchisi esa mato tanlayotganingizda joyiga hamda mavsumga qarab tanlang. Qishki tadbirlar uchun esa qalinroq matolardan foydalaning. Yozgi tadbirlar uchun esa oqshom libos tikish uchun nafis va yumshoq yupqa matolardan foydalaning. Uchinchisi, matoning elastikligiga va sifatiga albatta e'tibor bering. Tikayotgan libosingizni oqshom liboslari har doim tikkaningizda ko'pincha qomatga yopishib turgan oqshom liboslar tikasiz. Korset, chashqali korsetlar tikkaningizda har doim matoni cho'zilishini yoki tor kiyimlarda matoni cho'zilishini hisobga oling. Chunki mato cho'zilganda bu harakat erkinligimizni yaxshi ta'minlab beradi. Keyingisi esa yumshoq, yupqa, silliq matolardan foydalanganingizda tikishingizga qiynalasiz. Har doim birinchi oqshom liboslarini tikkaningizda yengilroq, yumshoqroq, oson tikiladigan matolarni tanlab tiking va sekin-sekin qiyinroq, injiq matolarni tanlab tiksangiz bo'ladi. To'rtinchisi esa ranglariga va porlash effektiga qarang. Tanlayotgan libosingizni agar yaltiroqroq tanlasangiz, bu o'ta hashamdor, ya'ni tantanali ravishdagi ko'ylaklarga tanlaganingiz ma'qul. Matoviy ranglar esa muloyimlik va bosiqlik ko'rinishini beradi. Agar siz ham xatolarsiz o'z orzungizdagi oqshom liboslarni yaratish istagida bo'lsangiz, unda sizlarga ajoyib yangiligim bor. Tez orada oqshom liboslari onlayn kursim start oladi. Siz ham o'z malakangizni oshirib, nafis, go'zal liboslar yaratish istagida bo'lsangiz, mana shu video so'ngida qoldirilgan silka orqali ro'yxatdan o'tib, ism, familiyangiz va telefon raqamingizni yozib qoldirsangiz, kurs boshlanishidan oldin adminlarim sizga aloqaga chiqib, kursimiz haqida batafsil ma'lumot berishadi. Sizlar bilan Sharqona School hamda Sharqona Atelier asoschisi Muqaddas Komilova bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.